Foto va video orqali qayd etiladigan huquqbuzarliklar ro'yxati aniq belgilandi. O'zbekiston Respublikasining 2026-yil 4-fevraldagi 11-16 son qonuni bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Ushbu qonun bilan maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika vositalari orqali qayd etiladigan ma'muriy huquqbuzarliklarning qat'iy ro'yxati belgilandi. Maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika vositalari orqali quyidagi ma'muriy huquqbuzarliklar qayd etiladi. Jumladan, xavfsizlik kamaridan foydalanish qoidalariga rioya etmaslik, transportni boshqarish vaqtida telefondan foydalanish, belgilangan harakat tezligini soatiga 20 km dan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborish, to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzish va boshqalar. Shuningdek, mazkur huquqbuzarliklar uchun jazo qo'llash muddatlari ham aniq belgilandi. Yo'l qoidalari buzilganligi foto va video qayd etish texnika vositalari orqali qayd etilganda ma'muriy jazo huquqbuzarlik sodir etilgan kundan e'tiboran 1 oydan kechiktirmay qo'llaniladi. Ma'muriy javobgarlikka tortish to'g'risidagi qaror ustidan shikoyat qilinganda esa ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilgan kundan e'tiboran 1 yildan kechiktirmay qo'llanilishi mumkin bo'ladi.